Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana yangi joyga ham keldik. Kafil kelib olib kelingan. Bitmagan. Kafil razmeri 25 ga 50 ekan. 3-4 mm kalta. Keyin razmsiyasida ham farqi bor, 1-2 mm farq qilyapti. Bu yer pol kafillarni 1 yil oldin bosishgan ekan. Mana shu razmerda mana 11 ta kafil tushadi. Shunaqa devorga bosib chiqishimiz kerak. Kirashtiga 2 yil ishlatyapti, SP ishlatganimiz yo'q. Chunki endi anaqasida farq bor ekan razmerda. 1-2 mm katta ekan. Bu yoq oshxonasi. Oshxonalari ham polni bitgan kafilda. Birinchi etaj tualeti. Tualetlari ham bitgan. Biz endi ikkinchi etajga chiqamiz. İkinci etaj bu yer. 2 ta xona. Burada poldan 60 bosgan ekan. Aytyapsiz qolmaydi. Shu yerda bosgani keldik xudo xolasa. Vannani bir hafta oldin o'zimiz o'rnatib apshikab ketaverdik biz kartondan. Vitralizatsiyalarda o'tdik 2 sloy. Xudo xolasa endi devorni boshlaymiz. Bu yerda unitaz bo'ladi. Yegonatlarning bu yerda gigiyeniskiy dush. Bu yerda ham unitaz va mishiqlar uchun ekan bu unitazi. Bu 6 ta mishig'i bor ekan. Mayda ekstralniy mashina bo'ladi. Bu yerda rakovina, zerkalo bo'ladi ekan. Rozetka mayda sushilka bo'ladi. Mana rasmini chizib qo'yishgan. Keyinchalik burchaklarga nikelli bo'lakdan qo'yamiz xohlasa. Hozir shu yerda boshlaymiz. Polni razmeri 40-40 bosilgan ekan. Bizniki devorniki 25 ga 50. Shuning uchun birontasini chaki to'g'ri kelmaydi. Ustiga. Xudo xolasa shu yerdan boshlaymiz.